Assalomu alaykum. Xayrli kun. Hammaga yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kunlaring barokatli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Mana men bugun Chorsu bozoriga kelgan edim. Mana bugun yelalar. Masalaring bo'ladi. Mana gul urug'larimiz bor. Zontigimni o'chirib qo'yib san. Xursand bo'lib, o'sha kundan beri telefon qilib kelishyapti dedi. Rosa xursand bo'ldim. O'zi lekin haqiqatdan bu kishida narsalari juda arzon. Ham juda ham chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Haligi bozorchilar bilasizlarmi, odamlarga maslahat berishdan to'yib ketadi-yu, unaqa emasdi. Qolgan narsalarimiz hammasi o'zlaringda, bozorlaringda ham bo'lsa kerak. Narx-navolari shunaqa. 10 ming, 12 ming, yashiga olsalaring 5-6 mingdan, 3-4 mingdan, 2 mingdan shunaqa variantlari ham bor. Ha, aytgancha nima? Suyunchi beringlar desam, urug'larim hammasi chiqib qopti. Hali hovliga borsam ko'rsataman sizlarga. Floksim, shalavidni floksim ekkanim ham chiqib qopti. Rosa xursand bo'ldim. Shunday qilib ertaga borsam ko'rsataman sizlarga. Mana gullar hammasi o'sha gullar. Bir antiqa narsa qarayapman, hech topolmayapman-da. Keyin mana bu yoqda ham qardosh xalqimiz Qozog'istonlik bitta opaxon savdo qiladilar, lekin bu kishida ham narsalari juda ajoyib, chiroyli. Mana men bozordan qaytdim. Mana bu talabalar shaharchasida, mana bu zdaniya O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsion vazirligi ekan. Qaranglar, qanday chiroyli zdaniya. Mana buni oldiga geranlar ekib qo'yibdi. Bu geran ham lekin quyoshda, endi tik quyoshda kechgacha emasdi, hajabi yarim quyoshda eksak bo'lar ekan. Men bu geranni men ham hali ekmoqchiman. Endi urug' sepganmanki, o'shalar chiqsin, o'rtasida nimadir chiqmay qolsa, o'shanga ekmoqchiman. Ha, bu manzaralarni qaranglar, qanday chiroyli, sokin, qushlarning sayrashi. Hurmatli kuzatuvchilarim, mana bu nima daraxt ekan deb oldiga kelib qaramoqchi bo'lib turibman. Talabalar shaharchasida. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Nima ekan bu? Lekin hidi yo'q ekan. Gulini qaranglar, qanday chiroyli. Shu pastigacha gullagan ekan o'zi. Xuddi glitsemiyani nimasiga o'xshab gullar ekanda, lekin hidi yo'q buni. Qaranglar, qanday manzara, qushlarning sayrashi umuman quloqqa yoqadi. Voy. Bam yashillik bor joyda qushlar ham borda. Bu yoqda archazor-ku, talabalar shaharchasi. Mana bu archalarda qushlar uya qurgan, dam olishadi, kechda tunni shu yerda o'tkazishadi. Hammaga xayrli kech bo'lsin. Yaxshi dam olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik, hurmatli podpischiklarim. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirib, like bosishni esdan chiqarmanglar. Xursand bo'laman.